Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz Surxondaryo viloyati bo'ylab dekorativ xizmatini taklif qilamiz. Dekorativ kvadrati 115 ming so'mdan 125 ming so'mgacha bo'lyapti. Hamma mahsulot o'zimizdan. Uyda egasidan faqat kvadratiga sanab pulini beriladi. Boshqa hech qanday mahsulot kerak bo'lmaydi. Biz dekorativimizga garantiya beramiz. Qilayotgan ishimizga, ustalarimizga 100% javob. Buni rangi o'chmaydi, o'zgarmaydi. Bir insonni bir remont qilgandan keyin hayotda remont qilish kerak emas buni. Bu tabiiy marmar toshdan qilinadi. Dekorativimiz tabiiy marmar tosh. Bu hech qachon qolmaydi, tushib qolmaydi, yomg'irga shishmaydi. Yomg'irga, qorga, sovuqqa chidamli. Qani umuman tushmaydi bu. Rangi ham o'zgarmaydi. Marmar tosh Surxondaryo viloyatida yo'q, Qashqadaryodan olib kelinadi. O'zimiz ishlab berib qilamiz buni. Naqshlar bir xilmi, har xilmi? Palma daraxti bilan 3D formatdagi burchaklarimiz narxi bo'ladi. Palmamiz 650 ming so'm, 3D burchaklarimiz 300 ming, 350 ming so'mdan. Shunda bular 3D formatdagilarmi bular? Bu 3D format. Biz bu dekorativ sohasida 3 yildan beri ish faoliyati olib boryapmiz. Xudoga shukr, hech qayerda izimizdan bir yomon gap so'zlar eshitilgani yo'q. Javobi ham tushgani yo'q. Ustalarimiz o'z tajribasiga ega, ishiga javob beradi. Kачество 100% garantiya. Bizning brigada 5 kishi, 5 kishidan tashkil topgan brigada. Har kim o'zining ishiga javob beradi, o'z ishi bo'yicha mutaxassis. Buni kilesi alohida bo'ladimi? Buni kile o'zini toshi bilan qo'shilib keladi. Bu oq sement ishlatiladi, oq sement, qora sement ishlatiladi. Hozir odatda ko'p joylarda ham travertin qildirishyapti. Travertinda farqi nima dekorativda? Travertin u o'zi kraskasi, yomg'irga shishadi. Quyosh chiqsa, evigan devor baribir shishadi. Bu o'zi shunday xususiyati bor, oq sementni devor bir marta urilgandan keyin qotadi. U qotgandan keyin o'zimizda jaydarchasiga unda xamir turish qilgandan keyin umuman suv o'ziga olmaydigan bo'lib qotadi. Bu devorlarimiz ham xuddi shunday. Bir marta uriladi, shu bilan suv sepasiz, buni karcher bilan xohlagan paytingiz yuvavering. Bu umuman devordan tushmaydi ham, ko'chmaydi ham, rangi o'zgarmaydi ham. Bu tabiiy tog' toshi, marmar tosh. Bir kunda necha kvadrat qila olasizlar? Bir kunda yozning kunlari, kun issiq bo'lsa 35, 40, 50 kvadratgacha uramiz. Mana endi qish kelyapti, kunlar soviydi. Buni qurish jarayoni ham sal sekin. Bu yozning issiq kunlaridan 35, 40, 50 kvadratgacha uramiz. Hozir mana kunlar soviyapti. Kunlar sovishi bilan qurishi, devorning qurishi sal sekinlashadi. Hozir qishki mavsum bo'lganligi uchun masalan sementlar ham ko'proq ishlatiladi. O'shaning uchun narx shu kecha kunduz 115 ming so'mdan 125 ming so'mgacha bo'lyapti. Bir etajli uylar xom g'ishdan bo'lgan bo'lsa, yo paxsadan bo'lgan bo'lsa 115 ming so'm. Bir etaj bo'lsa, 1,5 etaj bu xom g'ish yo paxsadan bo'lsa 120 ming so'm. 2 etajlar bo'lsa, pishgan g'ish yo xom g'ish bo'lsa agar 120-125 ming so'm atrofida bo'ladi. Mana bu 1,5 etaj uyimiz. Xom g'ishdan bo'lgan uy, kvadrati 120 ming so'mdan bo'lgan. Hammada har xil savol bo'ladi. Buni valnasini yo'qotish imkoni bormi? Uyda valna bo'lyapti deb ko'p shikoyat tushadi. Asosan ustalarda bir valna bo'lishiga sabab mana bu marmar toshni razmeri katta 0,5, 0,6 likdan ishlatsa, valnasi juda ko'p bo'ladi. Melki toshdan ishlatsa, valnasi yo'q, tekis chiqadi rasm inshaalloh. Odamlarning oldida ham hech bir odam uyaltirib qo'ymaydi. Necha yil bo'ldi shu uyga? Bu uyda qilganimizga 2 yil bo'lyapti. Lekin hozir ham yangidek turibdi. Mana rangi o'zgargani yo'q.
har doim bile turibdi. Bu masalan xomg'ish paxsa devorlarga yuzlik miq qoqilib, polniy sim to'qiladi-da. Pishgan g'ish yo shlaka bo'lgan bo'lsa agar dubl miq qoqilib sim to'qiladi. Avvalambor dekorativ shkaturkani ustidan uriladi. Biz hech qachon moy g'ishtinga paxsaning ustidan urmaymiz. Tik devorni ustidan uramiz. Ishimiz ham kачество, ham sifatli chiqadi. Ishimizga ham javob beramiz. Ko'rgan ko'zga ham xursand qiladigan darajada chiqadi.